Oyoq sohasi extremitas inferior. Oyoq sohasini aynan dumba sohasi, radio glutea, son sohasi hamda boulder soha, oshiq boulder sohasi va oyoq panja sohasiga bo'lib o'rganamiz topografik anatomiyada. Dumba sohasi, radio glutea, tashqi mo'ljal hisoblanadi. Bunda avvalo yonbosh suyagini qirrasi, crista iliaca va plica glutea, dumba burmasi, dumbalar aro chiziq hamda hisoblanadi. Crista iliaca anterior superior, dumg'aza suyagi hamda dum suyagi tashqi mo'ljal hisoblanadi. Va mana shu tashqi mo'ljalga qarab chegaralarni belgilab olamiz ushbu sohani. Mo'ljalga qarab aynan chegarani belgilaymiz. Xo'p, yuqoriga chegara crista iliaca, pastdan chegara plica glutea, ya'ni dumba burmasi. Xo'p, ichkaridan dumbalar aro o'tkazilgan chiziq, intergluteal chiziq. Tashqaridan bo'lsa hisoblanadi spina iliaca anterior superiordan o'tkazilgan to'g'ri vertikal chiziq, bu tashqi chegara hisoblanadi. Xo'p, terisi qalin, teri ostiyoq kletchatkasi yaxshi rivojlangan. Teri ostiyoq kletchatkada nervlar mavjud, ya'ni nervus spinalisni columnium tarmoqlari, nervus columnium superior, media et inferior tarmoqlari teri ostiyoq kletchatkasiga yotadi. Xo'p, undan keyin yuzofatsiyadan keyin xususiy fatsiya. Xususiy fatsiya bir necha varoqlarga bo'linib ketgan. Xo'p, 3 ta varoqqa bo'lib olamiz. Birinchi varog'i, ya'ni fatsiya glutea. Fatsiya gluteani o'zi g'ilof hosil qiladi. Bu musculus gluteus maximusga g'ilof hosil qiladi, o'rab olib va davom etadi bu fatsiya va oldinga, yuqoriga davom etishning hisobiga va qo'shimcha ravishda musculus tensor fatsiya latani o'raydi, g'ilof hosil qilib va crista iliacanaga borib yopishadi va yuqoridan pastga davom etish natijasida bo'lsa dumg'aza va dum suyaklarga borib birikadi. Xo'p, bu birinchi qavat xususiy fatsiya. Xo'p, ikkinchi qavat endi chuqur qavat muskullarni o'raydi. Qaysi muskullar? Musculus gluteus mediusni, musculus obturatorius internani, musculus quadratus femoris, musculus gemellus superior, musculus gemellus inferior hamda musculus piriformis noximum muskulni o'raydi. Noximum muskulni o'raydi, mana shu muskullarni o'raydi yaxlit g'ilof hosil qilib bu fatsiya. Mana shu yerda endi kanal hosil bo'ladi. Kanal emas, endi teshik. Nimani hisobiga desak, yo'qqich teshigidan musculus piriformis o'tganda foramen suprapiriformi et infrapiriformi hosil bo'ladi va bundan tomir nervlar o'tadi. Xo'p, foramen suprapiriformisdan o'tadigan tuzilmalar eng avvalo nervus gluteus superior, arteria glutea superior, vena glutea superior o'tadi hamda arteria et vena iliaca internani ramus posteriorlari o'tadi. Aynan bu sohadan. Xo'p, foramen infrapiriformisdan bo'lsa, xo'sh, o'tadi eng katta nerv, nervus ischiadicus, xo'sh, arteria et vena iliaca internani ramus posterior o'tadi. Bu sohada aynan ayollarga xos bo'lgan arteria vena, ya'ni arteria pudenda va vena pudenda interna, nervus pudenda interna jinsiy sohaga boruvchi arteriya nerv venalar o'tadi. Xo'sh, va nervus gluteus inferior ham foramen infrapiriformisdan o'tadi. Xo'sh, uchinchi qavatda endi musculus gluteus minimus g'ilof hosil qilib bo'ladi. Bu yerda fatsiya, xususiy fatsiya o'z navbatida qo'shimcha ravishda musculus obturatorius externusni ham o'raydi va spatium hosil qiladi. Qanday qilib desak, musculus gluteus minimus hamda musculus gluteus mediusni orasida, bularni o'ragan fatsiyalarning orasida spatium yo'riq hosil bo'ladi hamda bu yo'riq fissura, ya'ni fissura bo'ladida, bu yo'riq fissura suprapiriformis sohasiga borib
Agar mabodo qo'ng ketib qoladigan bo'lsa, shu sohada to'planib qoladi. Ya'ni spatium bo'shliq, foramen suprapiriformis. Aynan bu ikkala fassia orasidagi spatium fissura suprapiriformisga, ya'ni yoruqqa bo'lib ochiladi. Xo'sh, endi son sohasi regio femoralis ikkiga bo'linadi: oldingi soha hamda orqa soha. Xo'p, va ikkala soha uchun ham deyarli tashqi mo'ljalni bir xil qilib olsak bo'ladi. Tashqi mo'ljal nima? Bu plica inguinalis, undan tashqari crista iliaca anterior superior, qovus simfizi va o'z navbatida to'piq patellani tashqi mo'ljal qilib olish mumkin, hamda musculus vastus medialis, musculus vastus lateralislar. Chegarasi yuqoridan plica inguinalis, yuqoridan, pastdan to'piq, ya'ni patelladan ikki barmoq bo'g'imi ustidan o'tkazilgan aylana chiziq o'tkazsak pastki chegara. Xo'p, medial ichki chegara hisoblanadi qovus simfizidan epicondylis medialisga tortilgan vertikal chiziq. Tashqi lateral chegara hisoblanadi. Bu trochanter major osis femorisdan toki epicondylis lateralisgacha bo'lgan soha, bu tashqi lateral chegara. Terisi nisbatan dumbani sohasiga nisbatan nozikroq, nozik ham emas, qalin ham emas, o'rtacha rivojlangan. Teri osti yo'q kletchatkasi ham. Teri osti kletchatkada vena, arteriya va nervlar yotadi ko'proq. Arteriyalardan arteriya epigastrika superficialis, arteriya pudenda externa, arteriya circumflexa iliaca superficialis tarmog'i joylashgan. Vena saphenus magna bo'ladi teri ostida, kletchatkada, hamda nervus cutaneus femoris, anterior, lateral, medial tarmoqlari. Xo'p, nervus obturatoriusni nerv tolalari hamda nervus genitofemoralis tolalari joylashgan bu sohada. Demak, arteriyalar hamda venus saphenus magna va nerv, asosan teri nervi, qo'shimcha genitofemoral va obturator nerv tolalari mavjud bu teri osti kletchatkada. Xo'p, yuzofatsiyadan keyin xususiy fatsiya. Fatsiya latani hosil qiladi, serbar, keng fatsiya. Bu fatsiyani o'ziga xosligi, eng avval musculus tensor fatsiya lataga g'ilof hosil qiladi hamda musculus sartoriusga, mashinachilar muskuliga hosil qiladi g'ilof. Undan keyin o'rindiq hosil qiladi, ya'ni fibroz muskulli o'rindiq septumga bo'linib keyin hosil qiladi. Xo'p, avvalo septum intermuskularilarni hosil qiladi, ya'ni septum intermuskulari medial, lateral hamda posteriorga bo'linadi. Demak, septum intermuskulari mediali, laterali, posteriorga bo'linib, liniya asperaga birikadi bu septumlar fatsiyasi va mushak fibrozli o'rindiq hosil qiladi. 3 ta: oldingi o'rindiq, medial o'rindiq va orqa o'rindiq. Xo'p, oldingi o'rindiqda musculus quadriceps femoris to'r boshli muskul, medial o'rindiqda yaqinlashtiruvchi muskullar musculus adductor longus, brevis et magnus hamda musculus pectineus yotadi medial o'rindiqda, va orqa posterior o'rindiqda mushak fibrozlida ikki boshli musculus biceps femoris yotadi orqa o'rindiqda va musculus semitendinosus, musculus semimembranosus joylashgan. Bu suyak fibrozli o'rindiqlar.